Turizm imkoniyati yuqori bo'lgan Jizzax viloyatiga bugun mahalliy sayyohlar qatori xorijiy davlatlardan kelayotgan turistlar ham katta qiziqish bildirmoqda. Buni birgina Forish tumaniga shu yilning 3 oyi davomida Buyuk Britaniyadan 1000 nafarga yaqin sayyoh kelgandan bilish mumkin. Buyuk Britaniya turizm elchisi bilan o'zaro hamkorlik uchrashuvida bu raqam yil yakuniga qadar yana 1,5 nafarga ortishi aytildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Joriy yilning birinchi choragida Jizzaxga 78,050 nafar xorijiy sayyoh tashrifi kuzatildi. Ma'lumot uchun, xorijiy sayyohlarning asosiy qismini Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Koreya Respublikasi, Hindiston, Germaniya, Fransiya, Turkiya, Ispaniya, Italiya va Buyuk Britaniya mamlakatlari fuqarolari tashkil etmoqda. Yaqinda Jizzax viloyat hokimligi va Buyuk Britaniya turizm elchisi bilan uchrashuvda ham ikki mamlakat turizm sohasida katta qadam tashlandi deyish mumkin. Forish tumaniga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar va turizm elchilari o'zbek san'atining o'ziga xos qadriyatiga ega milliy laparlar, etnografik folklor jamoalarining kuy qo'shiqlari bilan kutib olindi. Uchrashuvda Buyuk Britaniyaning turizm elchisi tomonidan 2025-yilda Buyuk Britaniya davlatidan 800 nafar turist jalb qilingani va yana 1500 nafardan ortiq sayyohlarni olib kelish rejalashtirilganligini ma'lum qildi. I have come many times to Jizzax region. Men Jizzax viloyatiga ko'p marta kelganman va bu joyning tabiiy go'zalligini juda qadrlayman. Shuningdek, Jizzax xalqi mehmondo'stlik bilan ham ajralib turadi. O'zbekistonga turistlar kelganda ular tabiatni his qilishi va mahalliy aholi bilan yaqin aloqada bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishi juda muhim. Hayot qishlog'i O'zbekistonda turizm va ekoturizm birlashgan eng yaxshi hudud hisoblanadi. Hayot qishlog'idagi mehmon uylari qishloq sharoitida joylashgan eng yaxshi turar joy namunasi hisoblanadi. Bu yerda shinamxonalar, hammomlar va taomlar bor. Bu joy juda qulay yashash maskani hisoblanadi. Shuning uchun men bu yerga guruh olib kelganimda ularning o'zlarini noqulay his qilishlari mumkinligi haqida umuman o'ylamayman. Men Buyuk Britaniyada O'zbekistonning turizm elchisiman va Jizzax turizm boshqarmasi bilan yaqindan hamkorlik qilaman. And I am Uzbekistan's tourism ambassador to the UK. Bu uchrashuv shunchaki o'yin kulgu va hordiq chiqarishdan iborat bo'lmadi. Uchrashuvda Jizzax viloyatining turizm salohiyatini Buyuk Britaniya davlatida keng targ'ibot qilish va xorijiy sayyohlarni jalb etish yuzasidan hamkorlik memorandumi imzolandi. Sayohat inson ko'nglini yozadigan, g'am tashvishni unutadigan jarayon. Uni faqat borliqni his etib, tabiat go'zalligidan bahramand bo'lib hordiq chiqarganlar o'zida mujassam eta oladi. Bu unutilmas sayohat va tinch hordiqni Nurota tog' tizmalari etagida joylashgan Forishning O'xim turizm qishlog'idagi turistik maskanlar sizga taqdim eta oladi. Shu sabab ham bu yerga xorijiy turistlar katta qiziqish bildiradi.